Xo'sh, Dilnoz, Qoraqalpog'istonlik mehmonimiz Aida keldilarmi? Hozir gaplashdim, yo'lda ekanlar. Aytgancha Ibrohim aka, Aida Qoraqalpog'istondan emas, Xorazmlik-ku Aida. Yo'q, men bilaman-ku, Qoraqalpog'istonlik-ku. Xorazmlik. Ana o'zlari ham keldi. Assalomu alaykum. Salom, xush Assalomu alaykum. kelibsiz. Yaxshimisizlar? Rahmat, yaxshi. Rahmat. Sizlar so'rashib turinglar, men hozir kelaman. Siz kelgunicha men bilib olaman, Qoraqalpog'istondanmilar, Xorazmdanmilar. Keling, marhamat. Aida, menga qarang, siz Qoraqalpog'istondanmisiz yoki Xorazmdanmi? Ibrohim aka, men o'zi aslida Xorazmlikman. Ijodim Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumanida bo'lganligi uchun ko'pgina muxlislarim meni Qoraqalpog'istonlik deb bilishadi. Aida, mana qarang, men umuman Qoraqalpog'istonga bormaganman-da. Ularni to'yi, urf-odatlari qanaqa? Siz bilasiz-ku? Qoraqalpog'iston xalqi juda ham mehmondo'st, ayniqsa to'ylari. Qazanlarda maylari qaynagan qaynagan. Harbiyinde mehmonlarin siylagan siylagan. Her bir kunun toyday qilib toylagan toylagan. Harbiyinde mehmonlarin siylagan siylagan. 70-80 жаста ko'rkim atapalar. 70-80 жаста ko'rkim atapalar. Жақсы kunga жарасады шатлық bayram toylari. Toy bergende hayron qilar qarekengning toylari. Жақсы kunga жарасады шатлық bayram toylari. Toy bergende hayron qilar qarekengning toylari. Qarekengning toylari. Jayxun amu boylarında Tajanның havası. Халқын жүрек көк түбінде қара қалпақ намасы. Аму дария бойларында есер Jayxun havası. Халқым жүрек көк түбінде қара қалпақ намасы. Dünya bilir мойнағының кең жайлаулы даласы. Шамрат ата ойнап өскен бардыр нөкіс қаласы. Жақсы күнге жарасады шатлық байрам тойлары. Той бергенде хайран қылар қарекеңнің тойлары. Жақсы күнге жарасады шатлық байрам тойлары. Той бергенде хайран қылар қарекеңнің тойлары. Қарекеңнің тойлары. Qaraki, deyapsiz. Men tushunmayman o'zi. Ma'nosi nima buni? Qareke degani Qoraqalpoq elida yoshi katta akalarni hurmat qilib qareke deyshadi. Men sizga ha deyman. Gap yo'q.